Assalomu alaykum. Men Qo'shko'pir tumani iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Yo'ldosh Nodirbek. Qo'shko'pir tumanida 2025-yilda tashabbusli byudjet jarayonlarida amalga oshirilgan ishlar bo'yicha sizlarga shularni ma'lum qilaman. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi PK 50/72 sonli qarorga asosan Qo'shko'pir tumani mahalliy byudjet parametrlarida 2025-yilda tashabbusli byudjet jarayonlarini ikkita mavsumda olib borish uchun 27,1 milliard so'm mablag' rejalashtirilgan bo'lib, qaror talablariga asosan tashabbusli byudjet jarayonlari tumanda ikkita mavsumda amalga oshirildi. Joriy yilda tashabbusli byudjet jarayonlarining birinchi mavsumida amalga oshirilgan ishlar bo'yicha tahlil. Qo'shko'pir tumani tashabbusli byudjet jarayoni doirasida 2025-yilda 47 ta mahallalarda istiqomat qiluvchi keng jamoatchilik tomonidan 150 ta takliflar ilgari surilgan bo'lib, mazkur takliflar jamoatchilik tomonidan 65,410 ta ovozlar berilgan. Ovoz berish natijalariga ko'ra 11 ta loyihalar eng ko'p ovoz to'plagan holda g'olib deb topilib, ushbu loyihalarni amalga oshirish uchun fuqarolar tashabbusi jamg'armasidan 15,9 milliard so'm mablag' yo'naltirilgan. Jumladan 5 ta mahalladagi ichki ko'chalarni 12,2 kilometr ta'minlash tadbirlari uchun 8,9 milliard so'm, bitta umumta'lim maktabini joriy ta'minlash va jihozlash tadbirlari uchun 1,5 milliard so'm, ikkita sog'liqni saqlash muassasalarini ta'minlash va jihozlash tadbirlari uchun 2,9 milliard so'm, bitta mahallani sug'orish tarmoqlarini yaxshilash tadbirlari uchun 1,5 milliard so'm mablag'lar yo'naltirilgan va qolaversa bitta boshqa ta'lim muassasalarini ta'minlash va jihozlash tadbirlari uchun 1,4 milliard so'm mablag'lar yo'naltirilgan. Shuningdek, g'olib deb topilgan loyihalarni amalga oshirish maqsadida tuman hokimligi qoshida tashkil qilingan tashabbusli byudjet jamg'armasidan 11 ta loyihaga 15,9 milliard so'm mablag'lar yo'naltirilgan bo'lib, bugungi kunda ushbu loyihalarga 14 milliard so'mlik ishlar amalga oshirib, to'liq foydalanishga topshirilgan. Qolgan 1,4 milliard so'm iqtisod qilinib, tashabbusli byudjet jamg'armasiga to'liqligicha qayta tiklangan. Joriy yilda tashabbusli byudjet jarayonlarining ikkinchi mavsumida amalga oshirilgan ishlar tahlili. Qo'shko'pir tumani tashabbusli byudjet jarayoni doirasida 2025-yil ikkinchi mavsumida 47 ta mahallalarda istiqomat qiluvchi keng jamoatchilik tomonidan jami 58 ta takliflar ilgari surilgan bo'lib, mazkur takliflar jamoatchilik tomonidan 81,701 ta ovozlar berilgan. Ovoz berish natijalariga ko'ra 11 ta loyihalar eng ko'p ovoz to'plagan holda g'olib deb topilib, ushbu loyihalarni amalga oshirish uchun fuqarolar tashabbusi jamg'armasidan 16,2 milliard so'm mablag'lar yo'naltirilgan. Jumladan 7 ta mahallalarda ichki ko'chalarni 19,2 kilometrini ta'minlash tadbirlari uchun 11,9 milliard so'm, 2 ta umumta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash tadbirlari uchun 3 milliard so'm, bitta sog'liqni saqlash muassasalarini ta'minlash va jihozlash tadbirlari uchun 1,3 milliard so'm yo'naltirilgan. Shuningdek, g'olib deb topilgan loyihalarni amalga oshirish maqsadida tuman hokimligi qoshida tashkil etilgan tashabbusli byudjet jamg'armasidan 11 ta loyihaga 16,2 milliard so'm mablag' ajratilgan bo'lib, bugungi kunda 11 ta loyihaning barchasida qurilish, ta'mirlash va jihozlash ishlari amalga oshirilmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.